Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidanman. Bizlar Samarqand viloyatidan Bektosh akadan suv filtrini sotib oldik. Bu suv filtrini to'lovini to'liq amalga oshirganimizdan keyin bir kun ichiga bizaga yetkazib berishdi. Suv filtrini qanday o'rnatish texnikasini videoga o'zlari tashlab bergandilar. Shu asosiga o'zimiz osongina o'rnatib oldik. Allohga shukr. Hozir mana bu o'zimizda ichadigan vodoprovod suvini tekshiramiz. Mana 335 ni ko'rsatyapti vodoprovod suvimiz. Endi suv filtrimizdagi suvni tekshiramiz. Mana 17 ni ko'rsatyapti. Sog'lig'imiz uchun foydali. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga ham shuni taklif qilaman, filtrlarni o'rnatishdi. Suv bu ob hayot, sog'lig'imizni garovi. Rahmat hammalaringizga. Bektosh akaga ham rahmat. Biza minnatdor biza. Ro'za oyiga mana aksiya qildilar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Kasb-korlariga, savdolariga baraka bersin. Rahmat. Biza minnatdor biza. Baraka toping aka.